Assalomu alaykum qadrli ilmli onalar. Homiladorlikning 12-haftasi haqidagi video darsligimizda sizni ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Agar siz bu darsni ko'rayotgan bo'lsangiz, katta ehtimol bilan siz hozirda 12 haftalik homiladorsiz. Sizni bu bilan tabriklayman. Bu degani siz homiladorligingizni 3 dan 1ni deyarli bosib o'tdingiz degani. Hozirda farzandingiz 5-6 sm atrofida. Uning og'irligi esa taxminan 58-60 gram. Bu degani farzandingiz lime degan limonga o'xshagan yashil narsa bor-ku, taxminan shunaqa kattalikda degani. Yoki kattaroq olxo'ri yokida kichkinaroq bo'lgan limonchalik kattalikda desak ham bo'ladi. Farzandingiz bu haftada qo'llarini ochib yopa oladi. Esingizda bo'lsa, oldingi darslarimizda farzandingizning barmoqlari o'rtasida xuddi baqachani bolasiga o'xshagan bir pardalar bor degandim. Hozirga kelib farzandingizni qo'llarida, barmoqlarida u pardalar yo'qolgan va farzandingiz bemalol qo'lidagi va oyog'idagi barmoqlarini bukib harakatlantira oladi. Qo'l va oyoq barmoqlarida juda ham mayda tirnoqlar o'sishni boshlagan. Endi esa sizda bo'layotgan o'zgarishlar haqida gaplashamiz. Juda ham ko'p ayollarda bo'ladigan holat bu homiladorlikdagi stress. Homiladorlik paytida biroz stress his qilish mutlaqo normal hisoblanadi va ko'plab bo'lajak onalar va hattoki ularning turmush o'rtoqlari ham bolasini sog'ligi, o'zining moliyaviy masalalari yoki oldida turadigan tug'ruq, boshqa o'zgarishlar haqida xavotirlanishadi. Lekin stress agar doimiy yoki juda ham kuchli bo'ladigan bo'lsa, bemalol shifokoringizga murojaat qilishingizni tavsiya qilaman. Ba'zi holatlarda depressiv homiladorlik bo'lishi ham mumkin. Shaxsan o'zimning tajribamda birinchi farzandim vafot etganligi uchun ikkinchi farzandimda juda ham qattiq depressiyaga tushganman va doimiy menda qo'rquv bo'lgan. Farzandim yana vafot etsa-chi nima qilaman degan va menga hatto shifokorim psixiatrga uchrashni, maxsus antidepressantlar qabul qilishni ham tavsiya qilgan. Homiladorlikning 12-haftalari atrofida ko'pchilik ayollarda bosh og'rig'i ham uchraydi. Uni yengillashtirish uchun iloji boricha tez-tez va kichkina porsiyalarda ovqatlaning. Doimiy ko'p suv iching. Faqat ko'p suv deganda bittada ko'pgina g'iltirlatib ichishni nazarda tutmayapman. Oz-ozdan davomiy ravishda ko'pgina suv ichishni sizga tavsiya qilyapman. Iloji boricha uyqungizga yaxshi e'tibor bering. Yaxshi uxlang. Ertaroq uxlab, ertaroq uyg'onishga yoki agar kechroq uyg'onishni xohlasangiz, mayli kechroq uyg'onishga harakat qiling. Lekin albatta kechki soat 10 gacha siz uxlagan bo'lishingiz kerak bo'ladi. Agar imkoniyatingiz bor bo'ladigan bo'lsa, ozgina yengil mashqlarni qiling. Meditatsiya yoki yoga bilan ham shug'ullansangiz bo'ladi. 12-haftaga kelib ko'pchilik ayollarda toksikoz allaqachon o'tib ketgan bo'ladi, lekin ba'zilarda toksikoz birinchi trimestrdan o'tib, ikkinchi trimestrgacha ham davom etishi mumkin. Qadrli ayollar, agar toksikoz haqida ko'proq bilishni istasangiz, bundan oldingi video darsliklarni ko'rib chiqishni tavsiya qilaman. Keling endi sizga doktoringiz katta ehtimol bilan yaqin orada allaqachon tavsiya qilgan yoki endi keyingi ko'rikda tavsiya qiladigan ba'zi bir tekshiruvlar haqida aytib o'tsam. Ko'pchilik ayollarimiz UZI, Doppler, screening kabi so'zlarni eshitishadi va ularning ma'nosini yaxshi tushunmaydi. Shuning uchun bugungi darsda men sizga mana shu 3 ta juda ham muhim bo'lgan tekshiruvlarning o'rtasidagi farqni tushuntirib bermoqchiman. Birinchi o'rinda UZI. UZI bu ultratovush tekshiruv degani. O'zbek tilida aslida OTT yoki rus tilidan bu ultrazvukovoye исследование deb olinadigan so'z hisoblanadi va bu homiladorlikda eng ko'p ishlatiladigan xavfsiz va og'riqsiz bo'lgan tekshiruv turi hisoblanadi. Unda maxsus ultratovush to'lqinlari yordamida bachadondagi bola, yo'ldosh, bolaning suyuqlik miqdori va bachadonning umumiy holati ko'riladi. Ko'pchilik yosh kattalar ayniqsa aytadi, masalan, bolaga nurlanish bo'ladi, zarar bo'ladi, UZIga borma deb kelinlarni UZIga jo'natishmaydi, lekin aslida UZI umuman zararsiz tekshiruv hisoblanadi. O'z nomi bilan aytib turilgandek, ultra tovush tekshiruv. Agar nur bo'ladigan bo'lsa, nur bu rentgen degan boshqa tekshiruvda bo'ladi va UZI umuman olganda bola uchun ham, ona uchun ham xavfsiz hisoblanadi. UZI yordamida bolangizni o'lchamlarini, yuragini urishini, harakatlarini ko'rishingiz mumkin. U qanchalik rivojlanyapti va umuman
bolangizni umumiy holatini ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Va o'zingiz ham bilsangiz kerak, oddiy uzi qilganda ko'proq xuddi rasmlarda, albomdagi rasmni ko'rishga o'xshaydi. Bolangiz ichki organlaringizni ekran orqali ko'rib turasiz. Va bu tekshiruv odatda ayollarga 12 haftaligida, homilador ayollarga 12 haftalik homiladorligida, 20 haftalik, 32 haftalik homiladorliklarida tavsiya etiladi. Lekin har qanday boshqa xavotirlar yoki nimadir bo'ladigan bo'lsa ham, bemalol o'ziga tushib, o'zingizni va bolangizni holatinglarni tekshirtirib olishingiz mumkin bo'ladi. Keyingi tekshiruv bu Doppler tekshiruvi. Doppler o'zining maxsus bitta turi bo'lib, unda faqatgina bolani ko'rinishi emas, balki qon oqimi o'lchanadi, tekshiriladi. Doppler yordamida kindik ichidagi qon oqimi, ya'ni bolangizni kindigi ichidagi qon oqimi, yo'ldosh orqali o'tadigan qon miqdori, homilaning yurak qon tomir tizimi va qon aylanishi baholanadi. Va bu ayniqsa bolangiz kislorod yetishmovchiligida qolib ketmasligi uchun yoki aytaylik qon yetib bormaydigan holatlar bo'lib qolmasligi uchun, davleniya o'zingizda bo'lmasligi uchun, varikozlar, hammasini endi esa skrining haqida gaplashamiz. Chunki hamma ayollarga skrining tavsiya etiladi va borib qilish kerak bo'ladi, lekin hamma ham qildirmaydi. Umuman olganda ingliz tilida masalan ultrasound screening deb uzi hamda skrining birgalikda aytiladi. Ultratovush tekshiruvi, skrining bu tekshiruv deb olinadi, lekin O'zbekistonda uzi boshqa, skrining boshqa deb sizga poliklinikangizdagilar tavsiya qiladi. Nima uchun bunday deyishadi? Skriningga borganingizda u yerda o'zi umuman olganda skriningni o'zi uzi yoki Dopplerdan farqli ravishda har xil tekshiruvlarni o'z ichiga oladigan tekshiruvlar majmuasi hisoblanadi. U yerda faqatgina uzi qilinmaydi, qoningiz o'lchanadi, har xil bolangizda nogironlik bormi yoki anomaliyalar bormi, bularni riski qanchalik, hammasi o'lchanadigan narsa hisoblanadi. Lekin respublika skrining markazida, viloyatlardagi skrining markazlarida maxsus mutaxassislar tomonidan o'sha uzi qilganda sizni farzandingizni yanada yaxshiroq, chuqurroq ko'rib chiqishadi. Ko'p holatlarda bu narsa agar yoshi kattaroq ayollar homilador bo'ladigan bo'lsa, juda ham qattiq tavsiya qilinadi yoki aytaylik bundan oldin vikidish bo'lgan ayollarga qattiq tavsiya qilinadi. Qarindoshlar o'rtasidagi nikoh bo'lgan oilalar uchun tavsiya qilinadi va bolani nogiron tug'ilishini oldini olish uchun yaxshilab tekshiruv o'tkaziladi. Siz hozir homiladorlikni nechinchi haftasidasiz va sizda qanday belgilar bor? Nima sizni bezovta qilyapti va nimalar haqida ko'proq ma'lumot olishni istaysiz? Barchasini izohlarga yozib qoldiring hamda Telegramdagi kanalimga qo'shilib olishni unutmang. YouTube ruxsat bermagan ba'zi ajoyib ochiq tug'ruq videolari ham, boshqa darslar ham aynan Telegram kanalim